Sirdaryo viloyatida tadbirkorlik subyektlari uchun mamlakatimizning 2026-yilga mo'ljallangan soliq siyosati konsepsiyasi doirasida qonunchilikka kiritilgan asosiy o'zgarishlarga bag'ishlangan seminarlar tashkil etilmoqda. Seminarda soliq va byudjet siyosatining 2026-yilga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlari qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun haqida so'z yuritildi. Shuningdek, tadbir davomida soliq kodeksi va boshqa normativ huquqiy hujjatlarga kiritilgan muhim o'zgartirish va qo'shimchalar hamda Prezidentimizning Oliy Majlis va xalqimizga murojaatnomasida belgilangan ustuvor vazifalar batafsil tushuntirildi. Xususan, naqd pulsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish va yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishga qaratilgan chora-tadbirlar tadbirkorlarning e'tibor markazida bo'ldi. Ta'kidlanganidek, mamlakatda yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish, biznes uchun yangi imkoniyatlar yaratish hamda aholiga qo'shimcha qulayliklar taqdim etish borasida izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu borada Prezidentimizning 2025-yil 10-dekabrdagi naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish va yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni muhim ahamiyat kasb etadi. Tahlillarga ko'ra, mamlakat yalpi ichki mahsulotida kuzatilmaydigan iqtisodiyot ulushi 505 trillion so'mni tashkil etib, shundan 122 trillion so'mi yashirin, 384 trillion so'mi esa norasmiy iqtisodiyot hissasiga to'g'ri keladi. Yana muhim yangiliklardan biri 2026-yil 1-apreldan elektr energiyasi, tabiiy gaz va ichimlik suvi uchun to'lovlar bank kartalari yoki elektron to'lov tizimlari orqali amalga oshiriladi. Bu avvalo aholini soxta inspektorlar va qalbaki kvitansiyalardan himoya qilishga, shuningdek, to'lovlarni inson omilisiz, qulay va shaffof tarzda amalga oshirishga xizmat qiladi. Seminar yakunida tadbirkorlar ishtirokida savol-javoblar o'tkazilib, ularni qiziqtirgan masalalar yuzasidan mutaxassislar tomonidan atroflicha javoblar qaytarildi. Shuningdek, ishtirokchilarga soliq kodeksiga kiritilgan o'zgarishlar aks etgan maxsus qo'llanmalar tarqatilib, amaliy tavsiyalar berildi. Qishloq xo'jalik korxonalari tomonidan qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha 0 stavka qo'llanilganligi tushuntirish berildi. Tashqari tadbirkorlik subyektlariga bir qator qulayliklar, yengilliklar yaratib berilgani yuzasidan savollar kelib tushdi, to'liq tushuntirishlar olib borildi. Seminarimizda asosan aylanma soliq to'lovchilari bo'yicha savollar kelib tushdi. Ular bo'yicha tegishli javoblar berildi mutaxassislar tomonidan to'liq. Undan tashqari qo'shilgan qiymat soliqlari bo'yicha, to'lashlari bo'yicha, to'lov intizomlari bo'yicha ham savollar kelib tushdi. Mazkur seminar tadbirkorlarning huquqiy bilimlarini oshirish, soliq sohasidagi yangiliklardan xabardor qilish hamda davlat organlari va biznes o'rtasida ochiq muloqot maydonini yaratishga xizmat qildi.